Musannif rahimahulloh aytadilar. Iblis ko'p xalqlarni iloh yo'q, yaratuvchi yo'q, bu narsalar yaratuvchisiz mavjud bo'lgan deb ishontirdi. Bular yaratuvchini his bilan idrok qilmaganlari va uni bilishda aqlni ishlatmaganlari uchun uni inkor qildilar. Aqlni ishlatmaganlari uchun. Ya'ni aslida ular o'ta aqlli deb o'zini da'vo qiladi. Ateistlar. Aql bilan naql to'g'ri kelmayapti. Ko'rmayapman o'sha narsani. Qani degan, ya'ni aqlli deb hisoblangani uchun olim aytadi, ular aqlini to'g'ri ishlatmadi deyaptilar. Aqlsiz bular deyaptilar. Aqli bor kishi yaratuvchining mavjudligiga shubha qiladimi? Inson agar biror joyda o'tsa-yu, u yerda bino bo'lmasa, keyin qaytib kelganda qurilgan devorni ko'rsa, uni albatta biror quruvchi qurganini biladi. Mana bu to'shalgan to'shakdek tekis yer, mana bu baland ko'tarilgan shift osmon, ushbu ajoyib binolar, qir-adir, tog'-toshlar, bog'-rog'lar va hikmat bilan joriy bo'layotgan qonunlar bular yaratuvchiga dalolat qilmaydimi? Bu ritorik savol. Arablardan bir qiziq voqea bo'lgan. Bir kishi o'ta ilmli deb hozir bizda o'zicha masalan master olgan, PhD olgan, galstukli kelib bir oddiy arobiydan so'raydi-da. Sen iloh bor deb e'tiqod qilasanmi deydi. Alloh deb e'tiqod qilasan, bor deb e'tiqod qilasanmi? Deganida arab aytadiki, agar sahroda yurgan bo'lsang, yerda tuyaning tezagini ko'rganmisan deydi. Ha, ko'rganman deganda, agar tuyaning tezagi tuya borligini bildirsa, u holda bu ulkan osmon, yer, tog'lar va daryo, bog'lar hammasi yaratuvchisi borligini bildirmaydimi dedi. Tushunabildimi? Tuyani tezagi bilan misol keltiryapti. Tuyani tezagini ko'rganda, bu yerda nima o'tgan? Tuya o'tgan deysan. Axay, bu bunchalik muhrlab qo'ygan narsani Allohni inkor qilasanmi? Ahmoq demoqchi. Oddiy sodda arab o'zini ilmli deganga shunday qiladi.